Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Uzplay kanali. Sizlar bilan bugun biz Counter Strike'da qanaqa qilib ulanishni o'rgatamiz. Qani bo'lsam ketdik. Birinchi bo'lib mana bu multiplayer degan joyga kirasizlar. Hop. Multiplayer degan joyga kirasizlar. Bosasizlar. Keyin mana bunaqa joyi bor. Shotga bosasizlar. Hop, bosib soz.igrat degan joyni bosasizlar birinchi telefondan. Xohlaganingizga kirib bosasizlar. Mana bu yerda raqam bor. O'shani ikkinchi telefonga terasizlar. Menda hozir bitta telefon bo'lgani uchun shunaqa qilyapman. Ikkinchi telefonga terasizlar shuni. Keyin birinchi telefondan Wi-Fi tarqatasizlar, ikkinchi telefonga ulanadi-da. Mana butini bosadi va shotga boyagi raqamni teradi. Keyin terib bo'lgandan keyin siz mana bu yerdan любой birsini tanlaysiz. Keyin tanlagandan so'ng nachot tugmasini bosasiz. U esa mana bu yoqni bosadi. Shotini bosadi. Keyin ulanasizlar va o'ynaysizlar. Video yoqqan bo'lsa bitta like, obuna, komment yozib ketish yoddan chiqmasin. Hammaga xayr.